Hammaga salom. Qachondir biz tashqi ko'rinishi bizdan tubdan farq qiladigan insonni uchratib qolganimizda hayratga tushishimiz bu oddiy holdir. Hozirda biz sizga tanishtirmoqchi bo'lgan insonlar aynan tashqi ko'rinishi jihatdan bizdan tubdan farq qiladigani uchun ham mashhurlikka erishgan insonlardir. Hattoki ular tashqi ko'rinishi jihatdan oddiy odamlardan farq qilishidan zarracha bo'lsa ham uyalishmaydi, aksincha mag'rurlanishadi. Xo'sh, ular kimlar deysizmi? Qani bo'lmasam boshladik. Birinchi, Lola Chuil. Bu latofatli amerikalik maktab o'quvchisining Instagramida 40 ta surati bo'lishiga qaramasdan 500 mingdan oshiq kuzatuvchisi bor. Los Anjelesda istiqomat qiluvchi bu go'zal qizaloq chiroyli tana rangi, chiroyli labi, chiroyli burni va chiroyli ko'zlarga ega bo'lishidan tashqari 8 tilda bemalol so'zlasha olishi bilan ham boshqalardan ajralib turadi. Hozirda ko'plab mashhur kompaniyalar u bilan shartnoma imzolash taklifi bilan chiqishmoqda. Ikkinchi, Vinni Harlow. 4 yoshligida uning yuzida turli xil oq dog'lar paydo bo'la boshladi. Vrachlar buni davolay olishmadi va vaqt o'tishi bilan bu oq dog'lar Vinnining butun tanasini egallay boshladi va nihoyat qo'llarida, qorin qismida, oyoqlarda ham paydo bo'ldi. Uning noodatiy tanasining rangini Instagramda ko'rib qolgan mutaxassislar uni Top Models Amerika tanloviga taklif qilishdi va Vinni bu tanlovda 5-o'ringa sazovor bo'ldi. Hozirda Vinni o'z faoliyatini braziliyalik mashhur top model Adriana Lima bilan Barselonaning mashhur kiyim kompaniyasi Digizualning yuzi sifatida davom ettirmoqda. Uchinchi, Anastasia Zhitkova. Bu rossiyalik model 1990-yilda tug'ilgan bo'lib, uni dunyoning eng go'zal albinos ayoli deb atashadi. Anastasia o'smirlik yoshida video va foto syomka bilan shug'ullanuvchi yigit bilan tanishib qoladi va uning go'zalligini ko'rgan mashhur kompaniya uni ishga taklif qilishadi. Anastasia 18 yoshidan boshlab mashhur chet el kompaniyalarda model sifatida o'z faoliyatini boshlaydi. Bundan tashqari Anastasiani iste'dodli qo'shiqchi sifatida ham yaxshi tanishadi. Anastasia o'zi yozgan qo'shiq va kliplarni o'zining YouTube'dagi kanaliga muntazam joylab boradi. 4. Huda Diop. Bu 19 yoshli go'zal dunyoda eng qora tanli mashhur model hisoblanadi va tanasidan, rangidan aslo ham uyalmaydi, aksincha faxrlanadi. 17 yoshida moda olamiga kirib keldi va uning rangi boshqalardan ajralib turgani uchun ham moda olamiga juda tez mashhurlikka erishdi. Hozirda uning Instagramda milliondan oshiq kuzatuvchisi bor. 5. Connie Chiu. Bu gonkonglik qiz xitoylik oilada 4-farzand bo'lib dunyoga kelgan bo'lsa-da, albinizm irqiga mansub bo'lib tug'ildi. U boshqa oila a'zolaridan tubdan farq qilishi, ya'ni ko'zlarining va tanasining rangi bilan oila a'zolarini ham hayratda qoldirdi. Connie Chiu oilasi bilan Shvetsariyaga ko'chib o'tgandan keyin 24 yoshida fransuz dizayneri Jean Poulingati uni moda olamiga olib keldi. Moda olamida mashhurlikka erishgan Connie jaz yo'nalishida ham ijod qila boshladi. Hozirda Connie mashhur jaz klublarda, mashhur tadbirlarda jaz xonandasi sifatida mashhurdir. 6. Nikia Phoenix. Amerikalik qora tanlilarga xos bo'lgan tana tuzilishiga ega bo'lgan bu go'zal o'z tanasining rangi, sochlarining tabiiy jilvadorligi va sepkillari bilan boshqalardan tubdan farq qiladi. Nikiyaning noodatiy tashqi ko'rinishi mashhur brend kiyimlar ishlab chiqaruvchi alternativ apparel kompaniyasi xodimi nazariga tushib qoladi va uni ishga taklif qilishadi. Hozirda bu modelimiz Coca-Cola va Target kompaniyalarining asosiy yuzi sifatida faoliyat olib bormoqda. 7. Amerikalik albinos Steven Thompson. Hech qachon model bo'lishini orzu ham qilmagan, ammo kunlarning birida taqdir uni mashhur fotografga ro'baro qildi va Steven bir qancha foto suratlarga tushdi va uning suratlarini jurnalda bosib chiqarishdi. Stevenning moda olamidagi faoliyati aynan shundan boshlangan bo'lsa,
2011-yilga kelib Steven mashhur Givenchy moda uyining yaqqol yuziga aylandi. 8. Ava Clark. Amerikalik albinos qiz tabiiy jilvodor sochlari, ko'k moviy ko'zlari va rozeviy lablari bilan moda olamini larzaga soldi. Bu go'zal mo'jizaning tashqi ko'rinishi shu paytgacha dunyodagi eng mashhur bir qancha brend jurnallarining muqovalariga o'zgacha jilo bag'ishlab kelmoqda. Shifokorlar Ava tug'ilganida ko'zlarini ko'rishgach, qizcha ko'rmasligi mumkin deya taxmin qilishgan edi. Hozirda Ava balet bilan shug'ullanadi va dunyodagi eng mashhur fotograflarning doimiy diqqat markazidadir. Video lavhamiz sizga ma'qul bo'lgan bo'lsa, like bosib qo'yishni va kanalimizga obuna bo'lishni ham unutmang. E'tiboringiz uchun rahmat.